Gazavlogchi akalarimizning eng katta muammosi shu отходni yo'q qilish. Biz bunga yechim topganmiz. Ikkita shlogoblok seximiz bor. Shunga yangi chiqqanda bolalar urib maydalab qo'shib yuborishadi. Mana ortib qolganini asfaltga yoyamiz, keyin mashinada ertasiga mashinada yurib yanchib beramiz. Mana yangi chiqadi, qo'shib ishlatishadi. Xullas, uvol bo'lmaydi. Shu holatda mana mashinada ezib yanchib beramizda, keyin shlogoblokka qo'shiladi. Shlogoblokning tan narxi ham arzon chiqadi keyin. Mana tumbalarimiz. Mana endi shu gazavlogga отход qo'shilgan shlogobloklarimiz mana. Bir tekisda chiqarilyapti. Mana chiqqan mahsulotlarimiz. Sifati juda ham zo'r. Mana ostipadan tushirib yuboramiz mana misol. Mana simlaydi. Baquvvat. Juda ham og'ir. 20 kg, 19 kg, 20 kg chiqadi. 550 marka semindan ishlatamiz mana. Namangan bonus. Ishlab chiqarish jarayoni. Mana bu yoqda gazavlogga kechish, ustini kesish jarayoni. Quygandan keyin shunaqa ko'p chiqadi. Mana sifat. Mana burchaklari. Hammasi joyida, Xudo xolisa.